Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'pchilik yaxshi keldinglarmi? Guli Maqsud kanaliga xush keldinglar. Naq maydonimga qaytadan boshlab ketdimsa, hafta 10 kundek bo'lib qoldim nima men chiqmag'ili. Chunki o'zinglar ko'rgandek, shu YouTube kanalimga nima ishlar bo'layotdi deb to'xtamay bir narsalarni chiqarib qo'yib turdim. Shuningdan bilganda deb o'yladim. Endi bugungi tema yana o'zinglar ko'rganinglardek Cumhuriyet Partiyasining yana bir yolg'onchilikni o'tirg'i chiqaray dedim. Endi gapni nereden boshlasam, bu nima ishlar bo'layotdi desak endi necha yillarninki yoqi 2017-2018 yoshida bir iqim paydo bo'ldi. Suriyaga odamlarni yo'tib shu butun xalqlar shu kalasida shu yilgi jihad qum bilan shunday butun hamma narsani tashlab Suriyaga avtobuslarda yurish qilishlar bo'lib ketdi. Shu chog'lardan bir tashviqotlar bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u yetarlik emas. Ya'ni shu odamlarimiz ketaverdi uyg'urlar shu tarafga. O'sha qilib bu bir fojiali ishlar yuz berdi. Keyin shu janglarda shu 5000 dak odam qurbon bo'ldi degandek gaplarni oldik. Boshqa fidoilar ekran bo'lamdi. Hüseyin Tecelli studiyasi u programmalarda bo'lamdi. Qilib chiqayotgan suhbatlardan shundaq uyg'ur qarindoshlarimizninki Suriyada u yerdagi ayollar bolalarninki, unga jihad yo'lib ketgan qarindoshlarimizniki xabarlarini anglab turdik. Shundaq bir fojia yuz berishdan ilgari shu ishlar boshlangan chog'da bizningki yetarlik tashviqotlarimiz yo'q yoki bo'lmasa kishilarniki shu tashviqotlarni anglabmi, lekin yanala shu yo'lni tanlab shu taraf ketib qolganligi, ananiki hozirgidek fojialarniki yuz berib nurg'ulg'an qarindoshlarimiz hozirmi Suriyada shundaq. Endi hozir yangidan nima ish bo'layotdi desanglar, shu bir yilning yoqi yana Cumhuriyet Partiyasi qurilgandan boshlab yana bir yangi iqim paydo bo'ldi, yana turkumlab yoshlar. Ya'ni bo'libmi shu vatan sevgisi eng kuchli shundaq bir ish qilsamkan, vatan uchun, xalqim uchun bir ish qilsamkan deydiganlar shundaq tashkilni bir ish qilamiz deb to'p bilan Cumhuriyet Partiyasiga partiya a'zosi bo'lishga shundaq yurish qilish bir iqimi paydo bo'ldi. Bu iqim paydo bo'lgandan keyin men tushunib baqay dedim, to'xtamay hamma programmalarni ko'rdim. Messenger orqali men bilan aloqalashmoqchi bo'ldi-yu, endi men u yerda telefon nomerini bergan bilan men yana davomli shu programmalarni ko'rib baqay deb shu fidoilar ekrandagi va o'ziniki YouTube kanallardagi ayrim chiqqan shu barliq o'rganish materiallarini ko'rib, andan keyin o'zim biroz nurg'un endi yilqi savollarim paydo bo'ldi-da. Shuning bilan bir qatim fidoilar ekrandagi u programmasiga men naq maydondan telefon qildim. Telefon qilib bir savollarni so'ragan bo'ldim. Andan keyin rasmiy paranglashdik. Bu shu taxminan 5 oylar ilgaridagi ishmi, qachon? 3-oy, 4-oymi? Ko'p bo'lsin 5-oy mazgilda deyman, shu 5-oy mazgilda telefonda paranglashdim. Birinchi qatimliq paranglashimizda shunday shu 4 soatlik atrofida bir siyosiy o'rganish bo'ldi. Endi men nisbatan shu partiyaga shu bir savollarimga javob berish degandek. Shunday bo'lsin, yana nurg'un savollarim javobsiz qoldi. Shunday qilib kunlar o'tdi, hatto oylar o'tdi. Qarasam meningki yaqin tunish bilishlarim hatto masalan patpat paranglashib turadigan. Ularni da shu turkumlab partiyaga yurish qilib to'p bilan kirib ketib qolgan ahvollarni o'shaning hammasini anglab turdim. Partiyaniki qilayotgan ishlaridan bir ko'z tutib baqay nima ishlar bo'layotdi deb ularning harakatlariga qarab baqsam-mu, eg'izda shundoq tashkillanib g'oyat zo'r shundoq cho'ng bir yangilik yaratayotgandek Xitoyning ko'ziga mix bo'lib qadilyapmiz deb amaliyat hech qanday ish yo'q. Men deb keldim, amaliy ish qilinglar, Twitter uchun 500 odamimiz bo'lsa 500 odam agashsin sizga Twitterda bir ish qiling deb to'xtamay shundoq takliflanib bergan bo'lsam-u, u bir yil o'tib ketsa undaq bir amaliy natija ko'rishgandek bunda nurg'un meniki tavsiyalarim bor bo'lmasa, ashlarniki bir ish qaysi yuz bermadi, takliflarni qabul qilmadi, kishilar kirib ketadi, partiya qurugiga mana 1 yildek bo'lay deydimi, qancha vaqt bo'ldi? Hozir 1500 odami bor ekan. Partiya a'zolik badal puli $148, Amerika tarafniki endi Yevropada yevrodan hisoblaydi ekan. O'ziniki mening bilan ayrim dars so'zlash jarayonlarida men nurg'un savollarni so'radim-da. Savollarni so'rab o'zining ovozini namoqlatay. Shaxsiy programmalar
Tushuncha berish majburiyati. Mavumsha tutib tursin. Har qandaq nuqtani tutib turib, mayli shaxsiyatim bo'lsin, tutib turib meningdan savollarni so'rsangiz, hujum qilish huquqingiz bor. Meningki javob berish mas'uliyatim bor degan shu chaqdimi? Nadiki hujum qilish huquqim bo'lsin, nadiki u javob berishlar bo'lsin. Birinchi videomni chiqariblam qart tizimni tiqyapti. Shuning bilan meniki nurg'un savollarim yana shu javobsizga qolaverdi. U savollarimga o'zim javob topib, boshqa videolardagi, boshqa kishilarniki aytgan so'zliklarini, shu programmalarni chetliklarniki programmalarni ko'rish, shularningki shu partiya bilan partiyaniki ideyalarini selishtirish orqali nurg'un o'zininki ayni ovozini o'tirg'a chiqardim va boshqalarniki degan gaplari bilan o'zaro selishtirish orqali mulohazalarni o'tirib qo'yib, o'zim shu yerda javob chiqarib, sizlar ko'pchilik bilan tang birlikda mulohaza qilaylik, partiyani yaxshi taniylik, tushunaylik, ma yo'l qandoq yo'l keyin sizlarni nima qilmoqchi degandek shu mazmunlarda men hozirgacha 2 qatim naq maydon qildim. O'sha videolarni yo'llab turib, taxminan 20 dak video bo'ldimikin. So'zlayotman, anglayotganlarning ichida, masalan, ish bo'lmaganda 100 odamning ichidan bir odam gapimni tushunib bo'lsin-ma, partiya mundaqkan deb o'ylagan bo'lsa, shu o'ylay olgan bo'lsa, shu meniki natija, meniki faqat so'zlash shu yerda shu mulohaza qilib o'zinglarniki shu partiyaga bo'lgan tushunchanglarni texnik bakrak nim qilgan deb o'shundoq shu bir narsani so'zlab qo'yapman. Bu partiyaniki shu amaliy ish yo'q bo'lganligi uchun qilinglar. Bu Twitterga chiqinglar, unda qilinglar deb talay ketimlar degan bo'lsam, bu deganim bilan amaliy ish yo'q. Bularniki amaliy ishi nima desa, shu har kirgan partiya a'zosiniki har bir kirgan odamdan o'shaning atrofidagi odamlarni shu partiyaga kirgizish. Shaxlatib a'zo to'plash, shaxlatib a'zo to'plash. Qilayotgan ishi birdan bir ishi shu. Shaxlatib a'zo to'plash degan gap shu pul to'plash. Pul to'plashga kirgan chog'da men elay turib yana bir ovozini oltay. Najmiddinninki maqsadi nishoni bir odamdan 1000 yevro yig'sa 500 odamdan 500 ming yevro bo'ladi degan. 1000 yevrodan voy bir odamdan 1000 yevrodan yig'amsiz. Bu bir $5 chiqmaydi. Hozir masalan aytaylik, Dunyo Uyg'ur qurultayiningki bir Uyg'ur badal puli bor. Ayda $5 to'lab qo'ydigan shuni chiqirdigan odam yo'q. Siz bir odamdan 1000 yevroni chiqarmoqchimi deb boshqa degan chog'da so'z degan gaplarini anglab yiqilmaslar, turib ovozini o'tirib qo'yay. Bir odamdan partiya a'zosi hozircha sizlar $100, $150 to'layapsizlar, sizlarni shu 10 yilgacha shunday tutib, har biringlardan 1000 yevrodan olib, 500 odam bo'lsa 500 ming yevro, 1000 odam bo'lsa 1 million dollarlik savdo deb men sizlarga oldin qitimliq videolarda boshqa partiyalar bilan selishtirish orqali ayni shu to'rbatniki shu Kanadaniki o'zinikidan misol oldim-ku. 5 partiyaniki liberal partiyasiga a'zo bo'lsangiz, uniki badal puli yo'q-di. Yeşil partiyaga a'zo bo'lsangiz $10, yana bir partiyaga a'zo bo'lsangiz $15 yiliga. Bir yiliga $5, $10, $15. Har qaysi davlatlar o'zinglarniki davlatdagi partiyalarniki partiya badal pulini surishtirib beqinglar deb u bir tarafdan tushuntirdim. Bu boshqa partiyalar, siyosiy partiyalar, ya'ni hokimiyatning beshi ustidagi hokimiyatning ustida bir ish qilayotgan partiyalarniki oylik yillik bir yillik badal puli $5, $10 bo'lganda bu bizningki usta qaltis iqtidorlik savdogarimiz million dollarlik savdoni maqsad qilib oyada shu a'zo yig'ish, ham yushurin a'zo yig'ish, shu pul to'plash million dollarlik savdo deb bu savdo tarafini bir tarafdan o'tirg'a chiqardim. Yana bir tarafdan o'ziningki shu fidoyilar ekranda olib aytgan jasus tarbiyalash har qaysi tashkilotlarning ichiga odam kirgizish deb o'zi e'tirof qilgan narsani o'tirg'a chiqib qaytadan mulohaza qilib, Xitoyningki mushundoq planlari bilan o'xshashib kelyotidi. Yoki Xitoyniki bo'lmagan taqdirda Uyg'urning ichiga shu jasuslik qilib u qanday ishlab uninki narsalarni bir qo'l bir sizlarga mulohaza shaklda uni bir so'zladim. Undan boshqa bu siyosiy o'rganish deydi. Siyosiy o'rganishda o'ziniki gaplarini ansanglarmi, men faqat bir tashkilot to'g'riliq degan gapini o'tirg'a chiqardim dedim-ku. Bu partiyaga kirgan hozir 1500 kirgan bola,
Hazır qana qıldı desana şu siyasi ögünüş qıldı faqat özüninglar bizning qilayotganimiz eng to'g'ri yo'l. Bizning partiyamizga odam kirsgan degan maqsadda aşan ögünüdü. Sözləş jarayonida boshqa tashkilotlar bilan selishtirib, boshqa tashkilotlarni ular faqat shu non-government organization, ular siyosatga bunday qilolmaydi, bunday qilolmaydi deb amaliy ta hozirgacha amaliy qilingan eng cho'ng ishlarni nol. Nölge tan qılayotgan darajada aşındaq siyasi ögünüş qılıdı. Men kelaki programmamda maxsus şu siyasi ögünüşning ichidagi şu to'plagan bir qism ovozli uçurlarni aşan qilib maxsus bir program qilay, ma partiyaniki qilayotgan ishni mumkin texmi bakrak yaxshi tushuninglar deb. Men tex ishlarim amdi boshlanish bosqichida tex. İşlerim başlamayla o'zinglar to'g'rilarda ko'rayotganingdek shunday qarshiliklar, ya'ni shu partiya a'zolari o'tirg'i chiqib bir yozmalarni yozib, uning ostiga barliq shu yoqtirmaydigan deyman mashlarni hammasiniki bir xil hujum qilishlarni o'zinglar ko'rib kelyapsizlar. Bu partiya a'zolariniki bularniki gap qilish usuli u bir inkas o'qiydigan bir videomda ayrim chiqdi. Sizlarga partiya a'zolari qanday odamlar ekan, malani ko'ringlar deb uni ishlaydigan yana bir videom bor. U hozir kilaqatimni so'zlaydigan videolarimni hozir bir ko'rib qo'ysam nima deysanglar shu birsi josuslik to'g'risida yana bir qatim so'zlamoqchi. Bu meniki 2018-yil Germaniyada Milliy kengashda qatnashgan vaqtimda Erkin Sidiqapanninki bir maxsus Xitoyning josuslik tarbiyalash plani deydigan bir maxsus PPT materiali bilan so'zlagan bir dars bor. Ashuni maxsus bir programma qilib Erkin Sidiqapanninki bu ayni chog'da 2018-yil men bir PPT materialni ilib olgan. Ashuningda shu rasmlik isbotliq gaplar bor. Ashuni maxsus bir qilib programma qilib ishlay, ko'pchilik anglab yetmanglar. Erkin Sidiqapanninki ta hozirgacha degan gaplari hammasi bir rost chiqyotdi. O'zinglar ko'rib turgandek Twitter'dagi shu deyilgan gaplar, endi bu yerda evidence, amaliy isbot bo'lmasa-mu, lekin kelayotgan uchurlarning hammasiniki rost ekanligi, shu keyin bir-birlab hammasiniki shu to'g'ri chiqayotganligi ashani misol qilib aytsakmi, men o'zim 2018-yil olgan shu chog'da anglab hayron qolgandim-da, va Xitoyninki maqsadi ajoyibga yo deb. Aşağıdaki rasmlik isbotlar bilan maxsus bir Xitoyniki josuslik plani deb o'to'g'riq yana bir video ishlay. Partiya a'zolarini tushunish va partiya a'zolarining siyosiy o'g'inishda qilayotgan gaplarini tushunish, ya'ni har qaysi tashkilotlarni so'kkandiki, shunday ovozlarni uchurlarni to'plab yana bir qatimliq shu nahmaydan programmasi qilib sizlarga yana bir qadam partiyani tushunish maqsadida uni ishlamoqchi. Uningdan boshqa yana qiladigan ishim nimalarim bularniki a'zo to'plashdagi usuli bularniki deyishayotgan gaplari. Men bu partiya to'g'riliq so'zlayman deb chiqib xili uzun plan qilgan. Texa endi boshladim partiyani yaxshi tushuninglar deb. Ayni chog'da nurg'un javobsiz qolgan savollarimniki hammasi bir-birlab sizlarga aniq yeshib ko'z tutmoqchi. Bu Najmiddin siyosiy o'g'inishlarda hammasi nimda shunga rosa o'xshaydi deb nurg'unlaringlar aldinib ketmay, ma bir odam chiqib bir mundaq ishgan demasa, bu bir cho'ng fojia bu. Shu Suriyaliklarniki 5000 kishiniki Suriyaga kirib ketib, kalla yuyib jihad qilamiz deb kirib ketgan bilan o'xshash. Hozir qarasanglar bu har qanday bir xato gap chiqsa-mu, tashkilotlarni so'kkan, boshqalarni haqorat qilgan, qiyirchivillar partiyalarni pachaqlab tashlaymiz. U tashkilotning qilgan hammasi hech qanday ish qilmadi, o'zini o'zi aldayotdi. Shunday odamdan hozir 1500 paydo bo'lib qoldi. Bu bir cho'ng ish. Hozirgacha lekin buni so'zlagandan keyin meni to'xta, jimtu deydigandan faqat shu partiyaning o'zidan keldi. U boshqa bir o tashkilotlarniki qilgan ishini to'xtat degandek necha ming ko'rilgan bo'lsin, 2000 dan ortiq shunday ko'rilgan bo'lsin. Chunki meniki deyotgan gaplarimniki asosi bor, bir narsalar bor. Keyingi shu anglasanglar, men bu yerda bir qora so'zlarni ishlatmadim, bu hammasini shunday qilib amaliy isbotliq bir gaplar bilan qilyapman. Shuningdek ko'pchilikniki bir gaplarimni anglab yaxshi o'ylanishini, keyingi qadamlarini o'zi mustahkam bo'lib, haqiqiy ish qilish, amaliy ish qilish, o'zining Twitter'dagi faoliyatlarga qatnashish, kompaniyalarga qatnashish, bir yerga tashkillanib hech chiqmay, vatan ozod bo'ldi, Amerika yordam qiladi. O'shunday bo'lib qolsa biz tayyor turishimiz kerak degan gaplar bilan boshqa programmalarda ko'rayotgan, anglayotgan mazmunlarni o'zaro solishtirib o'ylanishgan degan maqsadlarda bu videolarni ishlayapman. Kelaqatimda ishlaydigan videolarimning yana birisida
Quzzat Altay nima uchun partiyadan chekinib chiqdi degan temadan birini so'zlamak, bir narsani so'zlamoqchi. Ya'ni o'ziniki degan gaplari bilan Najmiddinninki menga deb bergan gaplarini anglanglar. Nima uchun partiyadan chekinib chiqqanligi haqida. Uni men o'zim bu yerda so'zlamayman. Xalqlarniki Quzzat o'ziniki videosidagi gaplari bilan o'sha hammasini sizlarga oldinroq chiqarib deb berayman. Bu gaplarni yaxshi anglab beqinglar. Uningdan boshqa shu yana bir cho'ng yolg'onchiligi dedim. Qanday yolg'on aytadi bu? Hozir sizlar o'zinglarga shu to'g'riliqmi demoqchi. Yana bir ovozli uchurga kelsak. 1 minut. Endi bu olmuşni tepishdan ilgari o'dillam so'zlagach turay nima desa, partiyaga chet el istixborotlari yordam qiladi, shular pul beryotidi degan yolg'onchilik. Bir hozirgachilik endi chet el hukumatlaridan yordam olayotgan, masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga bosh $200,000 atrofida u yana Ilhom To'xti instituti uniki shu bir odamniki kishilik Ilhom To'xti ularni kelayotgan $35,000 anoniki shu YouTube qarsanglar, shu Erkin Osiyo radiosiniki videolarini ostida va Voice of America bu Amerika ovozi shularniki qarsanglarmi, shu videoniki ostida xiti chiqib turadi odatda. Shu funded by US government degandek shu Amerikaniki shu fondi qilgan deb. Meniki qo'yish qandaq bir yaniki shu fondi qilgan faqat o'zimniki YouTube kanali. Shunga o'xshash boshqa shunday yordam elayotgan tashkilotlar bor. Turkiyadagi tashkilotlar Turkiya o'ziniki shu o'ziniki davlatdagi ularniki qilgan programmalari, proyektlari, hukumatdan bergan yordamlari bor bu. Meniki bildiganlarim hozircha shu ish uchun so'zlab turay. Ammo bu Cumhuriyet Partisi chet el istixborotlari pul berdi bizga degan gapini sizlarga tahlil qilib, o'ziniki ovozini anglab sizlarga tahlil qilib demoqchi. Chet el istixborotlari qandaqlarga pul berdi? Amaliy ish qilayotgan tashkilot shirkatlarga bir ish ularga shu pul berdi. Anonsiga u tashkilot cho'qim ishonchli bo'lishi kerak, maxfiyatlikni saqlay oladigan bo'lishi kerak. U partiyada o'g'rimi bor, to'g'rimi bor, bo'lonchimi bor, talodikim bor, o'ydikim bor deganda hamma har qanday odam bor, o'qituvchi, muallim, oshpaz, u 1500 odamning ichida har xil odamlar bor. U partiyaniki, u hozir partiya ma'lum bir davlatniki istixboroti pul beradigan darajada emas. Ammo bu yerda chet el istixborotlari beradigan bizning fondiga beradigan u pul bilan mashina nima qilyapmiz, sodis qilyapmiz, u sodis qilyapmiz deganlar yo bir bo'lsa yolg'on, navoda rost bo'lsa, nima uchun maxfiyatlikni saqlamayman shundoq hech kim nima jumla deb qo'yib turib boshqa meningdan boshqa yana kimlarni aldab yurdi, kimlarga yolg'onchilik qilyapti, men o'zining ovozini anglayman. Bir boshqa bir davlatningki istixborot organlarininki Uyg'ur tashkilotlariga yordam qilamdi-ku. Qildi degan taqdirdami dedim u maxfiyatlikni saqlay oladigan amaliy ish qilayotgan proyektlari bo'lgan shundoq bir nimalarga yaxshi yordam qiladigan anonikini hech kimga bildirmay yordam qiladigan deyman-ku. Hukumatniki yordam qiladiganlarga ochiq-oshkor holda chet el istixborotlari bizningki foundationga yordam qilyapti degan gap bu gap. YouTube kanalim bo'lib qo'ygan bir nimada Bunu so'da rasmi yolg'onmi deb bir qisqa videoni ishladim. Uni ko'pchilik ko'rgan bo'g'aytinglar aqchani YouTube'ga qo'ygan bir narsa edim. Bir narsa bir qisqa bir minutlik bir narsa. Balki buni anglagan bo'g'aytinglarmi shu so'da ishi rasmi yolg'onmi deb. Balki rostdir, balki yolg'ondir. Faqat men o'tirib chiqib mushu ish rasmi yolg'onmi dedim. Chunki bu shunday qilayotgan bo'lsa partiya a'zolarining bilishi huquqi bor. Agar navoda siz partiya a'zosi bo'lsangiz, partiyaning shunday so'da ishlari bor ekanligini bilamsiz. 150,000 yevro bor ekan, navoda 150,000 yevro nereden keladi? Shu sizlarning pulinglardan keladi. O'sha partiya a'zo badal pulidan keladi.
Bu YouTube'da uçuq aşkar e'lon qilgan mushu so'da rasmu yolg'onmi deblam o'tirib qo'ydim. Men u yerda bir boshqa gapimdim. Birisi shu pul yig'ish, mushundaq pul yig'ish faqat maqsadlarniki biri. Men sizlarga birdim maqsadlik deb ayrim maqsadlarni bu million dollar degan hech qancha gap emas. Million dollarlik savdo deganim. Eng cho'ng maqsadlariniki birdimmi deb shu to'xtamay boshqa birdan qisqa videolarni chiqaryapman. Ma kishilarniki ideyasini kontrol qilib, ya'ni vatan sirtidagi 12 xatimliq programmalarimdan birisi so'zlar, ya'ni tashkilot qurib, tashkilotlarni yo'qotish deydigan temadagi bir programmam bor. Shu to'g'risida so'zlagan chog'da shu to'g'risidagi mulohazamni anglab beqaman. Bu pul savdosi u kishilarninki, boshqalarninki bundaq vatan sevgisini suiiste'mol qilib turib, bunda cho'ntakka pul yig'ish, anandek mashina savdosi, uni qilish, buni qilish degandeklar hammasini men sizlarga birdan ovozli isbotlar bilan so'zlayapman. Shu ko'pchilik anglab beqib o'zinglar mulohiza qilinglar deb o'tirib chiqyapman. Bu amaliy xizmat yo'q deganimi shu, u yerga kirgan odam qanday bo'ldi desa, yangi shu og'inlar bilan tanishidi, sabdoshlarni tepib olgandek shundoq bir xil hayajon, xo'shallik bilan ular shu partiya shu siyosiy yo'nalishlarda vatan ozod qilamiz deb hayajonliq shundoq o'zi qaltis ishlarni qilayotgandek amaliyotda hech qanday bir social mediani titratgidek bir Twitterlarda undaq bir faoliyati yo'q hozirgacha. Oshliq bo'lgandan keyin bir ish qilinglar. Tashkillangan yaxshi, tashkillangandan keyin bir ish qilinglar deb kelayotgan gap. Bu amaliy xizmat yo'q, qilgan ishi shu shaqiltib a'zo to'plash, pul yig'ish, siyosiy o'rganish, boshqa tashkilotlarni so'kish. Undan boshqa shu bir buyruqchisi talvalarcha inkos yozish, xalqniki shaxsiyatiga hujum qilish degandek, o shaxsiyati hozir o'zimi dedi-ku, mening shaxsiyatimni ilib turibmi? Mendan men hujum qilsangiz bo'ladi, har qanday savol so'rasangiz bo'ladi degan gaplar bor. Men texniki shaxsiyatiga tex bormadim. Uning tex so'zlaydigan chaq keladi. Bir emas 3 ayolliq nima bilan qilganligini bir-birlab o'tirg'i chiqarib qo'yay birinchi ayoldan boshlab. Xitoyga majburiy to'y qilmoqchi bo'lib zo'rlangan ayol to'g'risida birinchisidan boshlab so'zlasam, yana uzun qismliq bo'lib chiqib ketadi bu. Agashgan odamlarga agashgan odamlarni tushuninglarmi, partiyaniki qilayotgan ishini tushuninglar deb mushunaq bir narsani so'zlayotgan u tashkilni hujum qilishda alohida iqtidori bor ekan rost emasmi? Lekin shu Uyg'urga hujum qiladi ekan shu. Xitoyga hujum qiladi. Ben bu YouTube'da bunu so'zlayotganimdan bu Twitter'dagi faoliyatlarim hech qachon to'xtab qolmadim meniki. Bu Xitoylardan bu atama bu tahdid uchurlarima kelgan korim nima, parvoyim nima? Yoki meni o'ltirib yetamsa, Xitoylarga bir narsani to'xtamay shu Twitterda bir narsani qilish kerak. Endi men hech qilmayotgan bir tashkilot bo'lgandan o'tirishga mushunda bir so'zlab baxmasam, hech kim so'zlamasa bu xalqlar bizniki yosh bolalar bo'libmi, bunda vatan sevgisi urg'ib turadigan yoshlarimiz u mana kalsini mana boshqa birisi tutib qo'ysa, tutqizib qo'ysa, ya'ni kelib u shuni so'zlash kerak dedim-ku. Hozirgacha so'zlayapman, bir yerdan texman inkas boshqa qilmishimni to'xtat degan inkas kamida shu jimjit turib ko'rayotgandi deyman. Ular ko'rmiz boshqa tashkilot boshqa shu xalqlarimiz ko'ra o'ylana, aniq tushunaman uni. Qanday yo'l ketib bordi, malanki qilayotgan ish qanday ekan deb aniq bu odamniki o'zini tushunib baqa, partiyani tushunib baqa. Dedim-ku, shu meni hozirgacha to'xtab qolmasangiz bizmi hujumni to'xtatmaymiz degan partiyaniki bergan shu to'xtatish, hatto meni kechirim so'ratqizish talablarini YouTube'ga chiqarib qo'ydim-ku. Anglab boqsanglar bo'ladi. Boshqa bir ya'niki bir kim bilan bu aloqalashmayman deydi. Ular mening bilan aloqalashib bu qilmishimni to'xtat degan gap hech yerdan kelgani yo'q tahi. Chunki nima? Deyotgan gaplarimniki hammasi bir ovozli o'ziniki, ya'ni shu partiyaniki bosh rahbari, bosh kotibniki og'zidan chiqqan gaplar. Shularni o'tirg'i chiqarib isbotliq gap qilganim uchun qilayotgan mulohazalarimniki bir asosi bo'lganligi uchun men undaq bir kim partiyadan boshqa bir kim kelib meni undaq to'xtat degani yo'q tahi. Shu partiya a'zolari, shu partiyaniki o'zi xalqniki butun harakatini kontrol qilish, ideyasini kontrol qilish, Uyg'urni Uyg'urga hujum qilg'izish, Uyg'urni Uyg'urga jasuslik qilg'izish degandeklar hammasi shu partiyaniki ishi. Xato nazariyalar bor shu. Xato nazariyalardan birdim
Әмді әмді nazariyalarni shu birdan shu hukumat o'rinlarida ishlaydigan hamda BDT'ninki ichida ishlayotgan qizma hozir BDT'ninki qilayotgan qilmishlarini fosh qilib o'tirib chiqdi-ku. Ashlarniki gaplaridan har qaysi shu Uyg'ur ishlarini tadqiq qilgan tadqiqotchilarningki gaplaridan, siyosiy yo'llarningki gaplaridan, masalan, hozirgacha chiqqan faqat Robert Spalding deb General Robert Spalding shuningki videosini misol oldim. Bundan keyingi videolarimda yana davomli mazmunlar chiqadi. ish qilib partiyani to'g'ri tushuninglar, yo'q tushuninglar. Sodi yolg'onchiligi bu yolg'onchilik etgan yana bir bu ovozi hamdikilay. Endi bu qanday savol so'rasangiz bo'ldi, tushunmagan har qanday savol so'rasangiz bo'ldi. Hatto shaxsiyatimni nima chiqib men hujum qilish haqqingiz bor, meniki javob berish mas'uliyatim bor deb boshlab degan. Gapga turmaydigan. Hech qanday gapidimi turolmaydigan. Shu odamniki keyin kirib, mening shaxsiyatlarimniki bir narsa deb ketib, daha shu paranglashgan chog'da siyosiy yurinish qilgan chog'da shu sizdan nimani so'rab boqadi shu. Atrofingizda kimlar bor, partiyaga qancha odamni kira olasiz, u partiyaga kiramdiki, bu partiyaga kiramdiki, o'zingiz shu, uydagilar-chu, holingiz qandoq deb degan u gapga degan shundoq usta hammasini oladi-da. Endi men bilan paranglashgan chog'da shu shaxsiy gaplarni deydi-ku, shu o'ziniki shu ayol to'g'riliq gap qilib, mendan bir narsalarni so'rab yurib, hozir to'g'ri chiqib gapotgan gaplar shu. Qaysinglar kim dedi sizlarga meni bu yerda o'z yol Kanadadan biroz dedim ya. Biroq meniki uyimga kelib bu men Torontodan yenib kelganlar mushtabda qancha bir o'tgan yilninki 7-8-yildan boshlab yana shu Ottawa o'zimniki 7-8 yil yashagan. Ottawa yaxshi ekan deb bu Ottawa qaytib kelgandan yoqi birov u Uyg'ur qarindoshlar bilan bir uyimga mehmon qilib, nadim bildinglarmi qizlar? Nim qilsam meniki erim bilan nima ishinglarninki? Xotin bor. Yoqsanglar agashgan rahbaringlarninki o 3 xotini shuni to'g'ri qilishmaydi ekanlar-yu, meniki shaxsiyatimga hujum qilib ketisizlar. To'xtab turinglar, aldirmay turinglar. Unig'imi keladi taxe. Shu dedim, ashna paranglashish siyosiy yurinish jarayonida, ashna paranglashish jarayonida demak shu gap oladi, sizning gap oladi, sizniki eng ojiz nuqtangizni bir yana saqlab turib oldi-da. Vaqti kelgan chog'da shu bir ishmish bo'lib qolsa, menga o'xshash bir partiyaga mundaq ishlar bor ekan deb bir partiyaga qarshi gap chiqib qolgan chog'da sizniki shu nuqtangizni o'tirib chiqib turib tursa, sizni bir narsa deydi. Xuddi meniki 2 yilniki oldida Turkiyaga tizimlashga yordamlashga ishini o'tirib chiqib, Xitoyga ishlaydi, Xitoyga ishlaydi. Voy andaqchi deb ashuni qilib ketganiga o'xshash. Ashunaq partiyaga kirsangiz, shu to'plashib, barakatlashib, shu bir narsa deysizlar, palani bir ishni tutib o'tirib chiqinglar, sizlar bir buyruqlarni tashkilni biroz Uyg'ur hujum qilg'izib. Nakagan to'q yolg'onchiligiga kelgan. To'g'ri. Chet el istixborotlari Cumhuriyet partiyamizniki shu foundationga yordam qiladi degan gapini o'zinglar og'zidan anglar. Anandan bir odamdan 1000 yevro yig'ish hech qancha gap emas. Najmidanniki quruq xiyol emas, tush emas, u Najmidanga nisbatan aytgan chog'da. Har biringlardan shu 10 yilgacha shu 1000 yevro olmoqchi. 500 odam bo'lsa 500 1000 yevro degan gap. Hozir 1500 million dollardan eshib bo'ldi, buniki bu shunaq davomli ketaversanlar. Bu chet el istixboroti ma'lum bir Uyg'urlarniki tashkilotiga yordam qiladi degan gapni hozirgacha tamomda hukumatlar yordam qiladi, aniq bor, shunday amaliy ish qilayotgan tashkilotlarga yordam keladigan o'sha tashkilotlarimiz bor, hukumatdan pul yeyotgan tashkilotlarimiz bor, istixborot organlarininki ma'lum bir tashkilotga berilgan bo'lsa, u maxfiy holda, ya'ni ishonchli bir tashkilot bo'lsa, o'sha berdi. Amaliy ish qilayotgan, ishonchli bo'lish kerak deb shunday ishonchlikniki bu nimaniki birinchi qatim paranglashgan chog'da bu pul nereden keladi deb so'ragan vaqtda chet el istixborotlari bizga yordam qiladi, shularniki bergan fondini shu foundation qo'shib biz shuna savdo qilamiz, Yapondan mashina kelib Qirg'izistonga solamiz deb, o yerdan mashina kelib Fransiya, Belgiyalarga solamiz deb, yo bir ayol kishi bilan paranglashgan chog'da poetib qo'yganim ya.
Ya şundaq so'zlari bor, o ya bo'lmasa. Va bo'lsa sizlarniki partiya a'zolari sizlarniki bilish haqqinglar bor. Chet el istixboroti yordam qilayotgan tashkilotning ichida sizlar nima ishlayapsizlarniki? Hozir Uyg'urlarniki oliy bir bexatar bir yo'tkilish eng muhim masala bo'lgan vaqtda siz ma'lum bir organizationga qatnashib, bu organizationning ichida yana bir parti siz viza iltimos qilgan chog'da boshqa davlatlarga iltimos qilgan chog'da to'ldirgan jadvallari bor, sening bir shu tashkilotga a'zomi, bir organning a'zosimi degandek bir yerlari bor to'ldirgan jadval. Siz ularni to'ldirmagan taqdirdami sizniki butun shu internetda qilayotgan ishlaringizdan kimlar bilan aralashayotganligingiz, kimlar bilan siyosiy yurinish qilayotganligingiz, bu bir davlatdan yana bir davlatga viza beradigan chog'da, bir davlatga ya'ni panohli odam oladigan chog'da, shu odam mening davlatimga security jihatdan yani bexatarlik jihatdan tahdid bormi yo'qmi degan o'ylashib beradi. Siz undaq o'zingiz noma'lum shunday qilayotgan aniq ishim yo'q. U partiyaning ichida qanday odamlar ekanligini o'zinglar bilyapsiz. Nurg'un ishlar chiqyotidi. Partiyaga munosabatli bo'lmagan taqdirdami shu partiya a'zosiniki shu bir necha yillarga qilgan bulonchilik ishlari bor. Shunday bir organlarga bilan bir shu paranglashib yurib, siyosiy yurinish qilib yurib, siz andan boshqa davlatga berib, andan siz shu panohlik tilayman deb başa qilsangiz ta'sir bo'lamdi bo'lmamdi o'zingiz o'ylashinglar bir narsa demayman, faqat o'ylanishga tegishli narsani o'tirg'i chiqib so'zlayapman. Tamam. Bilmagan albatta so'rash kerak-da. So'radim shuna qilib, yana aniq tushunmadim bu pul nerdan kelgan deb turdim ananglar o'zinglar. Oyu, Nobel Foundation o'xshaydigan foundationlarimiz bor-ku bizningki. Bir adam 1000 eurodan chiqasa 500 odam 500 ming euro bo'ladi. Unda asalli qizdan chiqadigan shu tushamas najmdan qila oladi shuni. Oldu bu şimdi telefon anlay. Yani şu qurultayga gapi chiqsa, shu qurultayga deb demagani bir qilib qo'yib, yani bir muncha yilqinda gaplar chiqadi. Yani buni takror anlatib o'tamay bo'ldi, men bir qatam anlatgan bo'lganim ekan. Shundaqana chet el istixborotlari pul berayotgan foundation shu partiyaniki shu ishida bizniki hozir 1500 chet el istixborotlari pul beradigan tashkilotda bizniki Uyg'urlarniki 1500 odam bor ekan. Mekin hamdi, tamamdi. Mushu gap bilan yana qanchalagan odamlar yolg'on bo'lsa, yana qanchalagan odamlarni oldi bir anglamoqqa degan gaplar degan shundoq fayzi shu pulning dirini yo'qotmaymiz. Ziyon oz chiqadigan, foyda ko'p bo'ladigan ishlarga ishlatamiz. Shundoq savdo qilamiz. Partiyaniki chiqimlariga ishlatamiz, puli yerda turadi. Hamiz anlamoqqa shunday yaxshi gaplar mana shunday o'xshaydi degansizlar, men menchaqda shu shunaqdi deb o'ylagan. Haq nimasi ishinimanda bundoq deydi deb ishonch hamda bu yana qaytadan takror deysam-u, chet el istixborotlari bir ishonchlik bir tashkilotga yordam qiladi. Maxfiyatlikni qattiq chin saqlay oladigan
Aşındaq bir organlarga, təşkilatlarga əmli iş qılayotgan proyektlər bar bolğan aşındaq bir təşkilatlarga mümkün Uyg'urlarninki ishiga chet el istixborotlari pul berotidi degan men hozir yolg'onchilik deb qarayman. Agar rost bo'lsa-mu, rost bo'ldi degan taqdirdami, boy deganimdagidek shu chet el istixborotlari pul berayotgan bir tashkilotda siz a'zo bo'lib shular bilan aloqalashib, shularniki siyosiy yurishlarga qatnashib ishlab yurdingiz. Qolganini o'zingiz biling. Ben artıq sözləməyi bugünkü anlatmaqçı bolğanlarım muşunçilik. Özüңlar anlap, özüңlar oylanglar. Keyinki işləydigan programlardan aldın bir nərsəni desəm şu. Qoza to'g'riliq bir cho'qim so'zlayman. O'ziniki degan gaplar bilan Najmiddinninki degan gaplarini qanday qilib partiyadan chekinib chiqqanligi to'g'risida so'zlayman. Partiyaning nima uchun chekinib chiqdi degan temada so'zlayman. Anki Xitoyninki josus tarbiyalash plani bu birinchi avlod josuslar hozir butun har qaysi davlatlarda bor. Saudiya Arabistonda bor, Malayziyada bor, Turkiyada bo'ylar bor. Ikkinchi avlod josuslarni yig'ish mana hozirgi shunaqa partiya a'zolarininki ashundoq bo'lib qolish ehtimolligi yuqori. Mana shu PPT materialni Erkin Sadiqovninki o'zi tayyorlagan materialidan aynan shu peti ya'ni shu 2018-yili Milliy Kengashda so'zlagan bir leksiyasini sizlarga aynan so'zlab bermoqchi. Uni bir ayrim video qilib ishlayman. Ananiki PDTninki qilayotgan ishlari, PDTning ichida chiqqan gaplar Ashlarni misol qilish orqali Mavu Cumhuriyet Partiyasininki bu tashviqotdagi nim qilish usullarini mumkin deydigan nazariyalar bor-ku. Masalan, biz bir kuchli qo'shin bo'lsak, Amerika bizga yordam qilishi mumkin deb. Masalan, sizlarga shu siyosiy o'ynashga qoladi, qana qiladi, shu Tibetlarni misol qilib so'zlaydi sizlarga. Shunday bo'lmasa, palonlikin boshqa bir cho'ng bir nim qilsa bir Indiyalarning ko'z ko'zlarini bo'yib olgan qabila boshliqlari degandeklarni ashnaqlarni misol qilib sizlarni ish qilib u olgan misollaridan anonki partiyaniki nizomnomlaridan hech qanday qusur chiqarolmaysizlar. Hammasi to'g'ri. Shu nizomnomlar, u nizomnomlar nima desanglar, bu xuddi shaxiltib setishdiki kishilarniki mingisini yuydigan chog' bor-ku. Masalan, ma'lum bir shubhali savollar so'ralgan chog'da darhollam bu partiyaniki nizomnomasini o'tirga chiqib, bizniki mustaqillik degan bizning qizil sizligimiz degan narsalarni o'tirga chiqib, sizni shu rad qilolmaydigan darajada shunaqa ishlatadigan shunaqa nizomnomalar u. Uningki boshqa andaq nimalari, ma'lum bir nazariyalari amaliyotga uyg'un emas. Amaliyotga uyg'un emas deb sizlarga shunday amaliy misollarni olib sizlarga so'zlab berayotganim shu. Sizlar o'zinglar o'ylab beqinglar, falon siyosatchilar mundaq deydi deb o'tirga chiqib so'zlayotgan narsalar. Shunga o'xshash nazariyalarni o'tirib u PDT to'g'riliq so'zlaydigan bir nimam shaxiltib a'zo to'plash jarayonidagi ularniki taktikalari, ularniki ovozli uchurlari, boshqa tashkilotlarni so'kish, boshqalarniki qilgan ishni yaratmaslik, faqat meninglam to'g'ri, faqat partiya bo'lsam chuqum vatan qurildi degandek shunaqa ideyalarni tashviq qilish jarayonidagi ovozli uchurlar hammasini yig'ib to'plab kelib birdan chiqaman. Men boshlamadim. Bu boshlamadim deyman, bu endi boshlanish. So'zlayman shu. To'rt 5 program to'g'riliq olib uchirib adimmi? Shaxsiyatimga to'g'riliq deb ekansiz. Shaxsiyatimga hujum qilsanglar bo'ladi, meniki so'zlash huquqim bor deb. Siz meniki shaxsiyatimga bir narsa degan bo'lsangiz, uni oldirmay keladi, to'xtab turing. 3 xudningiz nimalarni qildingiz, o'zingizga degan gaplarni ulanmay chiqmang. Yo, a'zolaringizga tuzuk gap qilg'izing, boshqaring. Natih ularni o'tirib chiqdim tag'in. Partiyani tushunish, partiyaniki qilayotgan ishlarini tushunish,
partiyaniki rahbarini tushunish, shu jarayonda so'zlatadigan, anlatadigan nurg'un narsalar bor tabii. Obdan tushunsin, kishilar to'g'ri yo'lda mangsin, xalqimiz undaq vatan söygüsünü siz o yerda suiiste'mol qilib, bir odamdan 1000 yevro yig'adigan 10 yillik, 20 yillik, milliard dollarlik bu sodingizni aşı bolalar tushunamagan bo'lsa, men tushundim. Men tushunganimni so'zlay, meniki bu og'zimni madoq qiladiganqa siz u uydagi chiyonposhlarni o'tirg'a chiqib, u to'rt palvonlarni o'tirg'a chiqib, u bir narsani qilishingiz, u sizniki qilayotgan ishingiz to'g'ri emas siz. Bu partiya a'zolari sizlar o'zinglarniki bir narsalarni tashviq qilmay, shu to'g'risida so'zlamay, da'vatgan, yozayotgan inkoslaringlar meniki so'zlayotgan narsalarim bilan hech qanday aloqasi yo'q. Faqat tamam shunchalik so'zlatamansa. Kelar qatimliq programmalara yana davomli o'z o'rinlarda. Ma yaqinda Kanadaningki kelgusi 3 yillik planda nim qiladigan ko'chman qabul qiladigan planlaridagi son sifrlarni texmo 2-3 kundan keyin oldida e'lon qildi. Shu Kanadaniki ko'chman qabul qilish nimsidagi shu programmalarni bir ko'rib tanishtirib qo'yishlarni arlab shu to'g'risidagi mazmunlarni men davomli so'zlamoqchi. Ko'pchilikniki endi davomli qoldi. Kanalimga abone bo'lishinglarni, ko'rish jarayonida mayli yoqtirgan bo'lsanglar, yoqtirmagan bo'lsanglar, ifodanglarni bildirib qo'yishinglarni, mundaqni yoki astag'i mundaqlarni yozib qo'yishinglarni umid qilaman. Alloh berganlar, ko'pchilik salomat bo'linglar, xayr xo'sh.